bo'lsa videoga bitta like bosib, kanalga obuna bo'lib qo'yishni esdan chiqarmanglar. Chunki bizda shu oy oxirigacha 300 ta bo'lishimiz kerak. Ko'rinmasa bo'lmas hamroh. O'yinda shunchaki buyruq orqali chaqilagan juda xavfli quyon bor. U oddiy quyonlardan farqli o'yinchiga darhol hujum qiladi. Okey, unda biz shu buyruq orqali quyonni chaqirib ko'ramiz. Hop, qanunda o'sha buyruqni yozamiz. Hop, ya'ni shunchaki nusxalanganda bu yerga qo'yamiz. Summon rapid. Hop, 99 ekan va bosamiz. Buncha kichkina bu. Bir kattaroq bo'ladim deb o'ylagandim, mayli tekshirib ko'ramiz. 3 ta oltin, ya'ni sehrlangan olma. Hop, game mode va survival qilamiz. Hop, va keyin enter. Buni yeb olamiz, ya'ni o'ldirib qo'ymasin. Hop, qani boramiz. Xo'sh. Ur. Shir sig'mayapti bu. Nimaga? Ursam ham shir sig'mayapti. Yo. Bu nimadir foydali tomoni bormi? Yoki da men nimadir noto'g'ri qildimmi ekan? Okey, buni shunchaki shuni yozib, buni qo'yamiz. Hop, endi nimaga men bilan bu? Yoki meni chaqirganim uchun narsa qilarmikin, meni himoya qilarmikin. Yoki da men qattiqdir xatolik qildim. Cho'ta shunaqa o'xshayapti yoki bular tufayli. Xolos, men xato topdim. Bundan ekan xato. Hop, buni qo'ysak, game mode qilamiz va survivalga o'tkazamiz. Va buni o'chirib nima qilamiz? Hop, urush boshlaverdi. Qancha jonlar ko'rmay qoldim. Hop, 2 ta jonlar ekan. Уже yarim jon qoldi. Orqamda slaym. Qoch. Bu ham uradi-ya. Neraga turib. Bitta jon qoldi. Qoch. Tez yugura olaylik. Kir. To'xta chiqaylik. Nimadan qo'rqamiz? Qishloqdamiz-ku. Hop, to'xta kirmaymiz-da. Quyon bu yoqqa kel. Tezroq kel. Golem yoniga boramiz buni. Xo'sh, ularniki urmasmiki, golem hozir tekshirib ko'ramiz. Hop, qani yaqinroq kecha golem. Xo'sh, uradimi yo'qmi? Slime. Yo'qotish kerak buni. Hozir menga tashlanadi. Qanaqa? Men to'xtab qoldim. Qani bu yaqinroq ke. Yaxshi orqamdan ke. Hozir seni golem bilan urishtirib ko'ramiz. Qani kim yutar ekan? Hop, bu yoqqa. Hop, qani. Xo'sh, uradimi golem? Yoki yo'q? Yo'q, golem urmas ekan. Nimaga? Axir o'yinchiga tashlanyapti-ku. Xullas, men bunaqa joy topdim. Bu yerda aniq temirli aslihalar bo'ladi va o'ylaganimdek bitta temirli ishton va egar va bitta qilich bor ekan. Bu hozir qilich bilan aniq quyonni mazasini qochiramiz. Xo'sh, quyonjon, endi bu yoqqa kel. Quyonjon, bu yoqqa chiqqin, onangni Kamalaksimon qo'y. Bu eng mashhur qilich bor ekan. Bu hozir qilich bilan aniq quyonni mazasini qochiramiz. Xo'sh, quyonjon, endi bu yoqqa kel. Quyonjon, bu yoqqa chiqqin, onangni Kamalaksimon qo'y. Bu eng mashhur va chiroyli vizual faktlardan biri. Qo'yingiz doimiy ravishda rangini o'zgartirib turishi mumkin. Sinov uchun qo'yga Jeppa siziqcha deb ism berarkanmiz va u o'zining rangini xuddi kamalak kabi o'zgartirib turar ekan. Qani uni tekshirib ko'ramiz. Hop, mana sheep deb yozamiz, ya'ni qo'yni spawnerni olamiz. Tuxum desa g'alati bo'lsa kerak. Hop, va bu yerga qo'yamiz. Hop, to'xtaylik, bizga yana annual kerak bo'ladi va bitta name tag, ya'ni ism qo'yadigan mana bunaqa narsa kerak bo'ladi. Buni qo'yamiz va bu yerga biza hop name tagga jeb pastiqcha deb yozamiz va buni olib bu yerga qo'yib, bu yerga qo'yni qo'yamiz va jeb deb ism beramiz. O'xshadi. Serios, men bu narsa haqida oldin ham eshitgandim, lekin ko'rmagandim, lekin qo'ymaqom. Hop, to'xtaylik, buni yengilroq ko'rsak qanaqa rang tushadi? Hop, agar rangli tushsa, shunda yangini o'zgartirib turadigan yotoqni joytamiz ham. Shonmayu. Mana buni qarang, rang o'zgarishini. Ketma-ket xuddi bir-biriga mos rang bo'ldi, shunaqa bilan o'zgarib o'tdi. Rangli narsa tushadi deb o'ylagandim, lekin tushmadi. Xunuk bo'lib qolding-ku, kel seni o'ldirib yuboramiz. Yo'q, mayli, yashab yuraver. Hop, yangi qo'y boshda qanaqa rang bo'lgan bo'lsa, yungini olgandan so'ng xuddi shunaqa rangdagi
nima desa bo'ladi, yung tushar ekan. Mana xullas bu faktimiz ham o'xshadi. Keyingi faktga ham o'tsak bo'ladi. Moviy qo'ylarning sehrli o'zgarishi. Agar siz o'yinda evoker, ya'ni sehrgarning yoniga ko'k rangli qo'yni qo'ysangiz, u kutilmagan ish qiladi. Ya'ni sehrgar qo'yga qarab deb baqiradi va qo'yning rangi darhol qizilga o'zgaradi. Bu mashhur Age of Empires o'sha o'yin. O'yiniga ishoradir. Xullas mana bu yerdan evokerni olamiz, sehrgari o'zbekcha gapiramiz. Xo'p, qo'yamiz mana bu yerga. Xo'p, keyin bitta qo'y olamiz. Xo'p, tez harakat qil, tez. Keyin bitta ko'k rang olamiz. Shunisini. Xo'p, keyin bu yerga evoker qo'yamiz. Xo'p, bu yerga qo'yib, unga rang beramiz va xo'p, mana qizil bo'l, ovozing chiqmadi-yu. Nega ovoz chiqmadi? Xo'p, yana aylantirchi. Xo'p, okey. Yana chiqmadi. Gapir, ovozing chiqmayapti-ku. Xullas, Johnny eng jahldor Vindicator, ya'ni Pillager deyiladi bu. ChatGPT qilar ekan. Vindicator evoker qilib. Xullas, Vindicator Pillagerlar odatda faqat o'yinchilarga va qishloq aholisiga hujum qilishadi. Lekin bittasi hammasini o'zgartiradi. Pillagerga Johnny deb nom bersangiz, u aqldan ozadi va ko'zga ko'ringan hamma jonzotga, hatto boshqa yomon jonzotlarga ham bolta bilan tashlanadi. Okey, sinab ko'ramiz. Qochib tur, assalomu alaykum. Xo'p, xullas, men o'zimga mana bunaqa joy yasab oldim, ya'ni buni sinab ko'rish uchun mana oddiy Pillager qo'yamiz. Hech kim hujum qilmayapti. Oddiy yozma suriyol yursam hujum qiladi. Xo'p, lekin men bu yerga o'tib, qisibdi. Xo'p, men bu yerga o'tib, buni haromini buni o'chirib, hop, bu yerga Johnny deb yozamiz va bu name tagni olib, buni ushlab, mana Pillagerga berib, ustimda qo'ysak, hammasini o'ldirish boshlaydi. Ana. Hop, bitta o'ldiryapti. Qanaqa sizga? Temirli boltam oldi. Hop, okey. Shunaqa qilib hammasini o'ldirib chiqarim endi. O'ldirma, yoshlarni ham o'ldiradi. Yaxshi ish qilma. Lekin tayyorgina ferma bo'larki, bu yerga qo'yib ko'ramiz. Ish qilib portlab ketmasa bo'ldi, qami yo'q. Hop, portlaydi lekin. Bittasi portlab ketsa, shuni o'ldiraman. Qani senga vaqt beraman. Agar portlasa seni o'ldiraman. Agar portlamasa yutgan bo'lasan. Ketdi. Hop, okey. Yo, bittasini portlatmaydi lekin. Uzog'i ikkita urushda o'ldirdi. Hop, endi otlarga qo'yib ko'ramiz. Bilsanglar, otga hech qaysi mob hujum qilmasa kerak, yo. Hop, bunga ism beramiz. Wow. Hammasini o'ldiryaptim. Yaxshi emas. Okey, xullas, bu fakt ham ishladi. Chekara qo'yib, xullas. Bizning bu faktimiz ham ishladi. Endi keyingi faktga ham o'tsak bo'ladi. Hayolparast tulki, ya'ni uchuvchi tulki desak ham bo'ladi. Tulki og'zida narsa ko'tarib yurish yaxshi ko'radi, lekin bitta narsa uning muvozanatini buzib yuborishi mumkin. Agar tulkiga o'lmaslik totemini bersangiz va u uni og'zida tishlab tursa, tulki o'lmaydigan bo'lib qoladi. Seriozmi? Tekshirib ko'ramiz. Hop, bu yerga men ikkita narsa qoldi. Bu yerga oddiy tulki qo'yamiz. Hop, to'xtaylik, time set deya qo'yaylik. O'sha qorong'i tushdi. Hop, tun o'tgandi. Hop, mana oddiy tulki. Hop, bu yerga ham yana bitta oddiy tulki. Mayli, narsa qilmaydi. Hozirda nimadir ishlayapti va bunga totem beramiz. Hop, qani totemni tishlachi. Xo'sh. Bu ana tishlab oldi. Hop, endi biz birinchi men bu oddiy tulkini tushirib ko'ramiz. O'ladimi, o'lmaydi. Hop, qani to'ppa-to'g'ri o'ldi. Hop, endi keyingisi, hop, totem tishlab olgan tulki. Endi buni tushirib ko'ramiz. Hop, tagidan buzamiz va xo'sh. Yo'q-mayu, tirik qoldi. What the? Qanaqachasiga? Bu yoqqa. Yo'q-mayu, qanaqa qilib tirik qoldi bu tulki? Bu o'yin muvozanatini buzib rost ekanmi? Tatimni faqat o'yinda o'yinchi ishlata oladi xolos. Qanaqachasiga? Mayli, xullas sizlar, bizning bugungi videoyimizda shular tugaydi va sizlar videoga like bosib, kanalga obuna bo'lishni esdan chiqarmanglar.